Unda texnika 75 ta bo'lgan. Shuni men boshqargan. O'zimni ko'p kartalashtirgan joylarim hozir o'zimga tushgan. Shunda Sharaf Rashidov kelish vaqti edi. Kelib dalani o'rtasiga yurib borganlar. Qaysinisi podsho bo'lsa, bo'lgan bo'lsa ko'rishdim. Men nevaralarimni ko'rganda, yoshim eslaganda, qirib qopman u deyman. Bu dalani ishi, mehnatni o'zini ishqi bor ekan. Bizda sevgi bo'lmagan. Voy, puling bormi deb jo'natarlar. Bo'lmasa beraman. Bilgari bilasiz, mana kolxoz raisi mana yerda o'tirsa, yo direktor o'tirsa, hech kim o'tolmas edi. To'g'rimi? Hozir kichik fehil rahbarlarimiz kamtarin. Nechta ishchingiz bor? Shu 1115 ta. Shegi stadion qurib ber dedi. Borlarimiz, nevalarimiz kechasi yo'qolib qolyapti uzoqlarga borib. Bir ikkita ayollar bizga ham ish qilib bering deb qolishdi. Sizlarni qarab turinglar deb chevarxona ochib beradim. Yashagandan keyin albatta is qolsin. Tong yorishmasdan dalaga yo'l oladigan uchqo'rg'onlik Gulxumor Tog'oyeva 70 yoshni qarshilagan bo'lsa-da, uning g'ayrati va shijoati hali ham yoshlarcha. Bir vaqtlar 26 gektar yerdan boshlangan faoliyat bugun 1000 gektardan katta xo'jalikka aylangan. Bu yerda g'alla ham, paxta ham, bog' ham, sabzavot ham, issiqxona ham bor, hatto baliq ham yetishtiriladi. Ammo eng muhimi 1000 nafardan ziyod qishloqdoshining uyiga doimiy rizq nasiba berilayotgani. Xalq so'zi va Narodniy Slava gazetalari tahririyati Namangan viloyatida bo'lib, Gulxumor Tog'oyeva bilan samimiy suhbat qurdi va uning orzu maqsadlari bilan qiziqdi. Men mana shu yerda tug'ilib o'sganman. Endi bizni ota-onalarimiz aytishi bo'yicha bizni ota-onalarimizni quloq qilishgan. Shunda juda ko'p joylarga ko'chib borib o'tirishgan. Oxiri mana shu hech qanaqa aholi yashamaydigan cho'l bo'lgan. Yerto'lada yashashgan. Shu yerda yashagandan keyin biz tug'ilganmiz. Shu yerda tug'ildik, shu yerda katta bo'ldik. Bizni davrimizda bog'cha bo'lmagan. O'sha kichkina yoshligimizdan onalarimizga, yaganalarga, chopiqlarga qarashganmiz maktabdan. Maktablarimiz ham maktab emas, kichkina har joyda uychalar edi. 8 yillik edi. Shularda o'qiganmiz. Bunaqa uylar ko'p emas. Har joyda qo'rg'onsiz uylar bo'ldi keyin. Keyin mana shu joy o'zlashtirilib, savxoz bo'ldi. O'zlashtirilgan joy 62-yil o'zlashtirilgan. Savxoz nomi oldi. Keyin biz maktabni bitirganimizdan keyin yangi maktab tushdi. 73-yil. 73-yili o'qiganmiz. Endi bilasiz, bu uzoq o'qituvchilar ham uzoqdan kelgan. Hozirgidaqa qishlar bo'lmaydi, juda qish qattiq bo'lar edi. Qatnash qiyin, o'qishlar ham juda me'yorda bo'lmagan. Lekin bizni bir Ahmedov Ismoiljon degan o'qituvchi kelganda, yangi bitirib, ana shu fizika, matematika, geometriyalarni darsdan tashqari ham o'qitgan. O'zlari haqiqiy qiziqqan ekan. Shundan keyin meni yaxshi o'qishadi deyishardi. Undan ham kuchli bo'ldik. Faqat bizda rus tili o'tmagan. Keyin meni eng katta opam Uchqo'rg'onda sentrga qatnab o'qidilar. Ular Toshkentdagi universitetni bitirdilar, filologiyani. Rahmatli Laziz Qayumlar o'qituvchi bo'lgan, rahmatulloh Inag'amov. O'sha paytda Erkin Vohidovlarni bilardik, biz uylariga borib turganmiz. Meni o'sha eng katta opam bitirishiga men bordim institutga. Men universitetda matematika fakultetiga topshiraman deb borganimda meni olishmagan dokumentim. Rus tili yo'q. Rus tili bo'lmagan. Bo'lmagan. Keyin nima qilishni bilmasdan, keyin men qishloq maktabini bitirganman-da. Keyin bir Ergashxon degan buxorolik o'sha Zulxumor opam kursdoshi bor edi. Kelinglar dedi, o'sha yerda matematika, fizika, irrigatsiya institutiga olib boraylik deyishdi. Keyin shu bahona irrigatsiya institutiga kirib, bitta imtihon bilan kirib ketganman. Shu Og'zaki topshirganman. Mana yangi cho'l bo'lganda bilan suvlar qiyin bo'lgan.
ana shularni ta'sirimi men bitirdim 78-yil. Bilasiz, ilgari institut bitirgandan keyin majburiy ishga aqabga bo'linar edi. Bizni savxozimiz Yoqubjon aka rahmatlik, joying jannatda bo'lgin. Ana shu otamga qizing sen institut bitiribdi degatsana, bizga gap kelgin debdilar. Keyin keldim, beydan partkomimiz Chunbekovni jo'natib, o'sha meni qayga ishga Navbahor degan savxozga jo'natgan bo'lsa, ana shu yerdan spravka olib jo'natib, keyin meni Shuchqo'rg'on savxoziga ishga olishdi. Suv xo'jaligini mexanizatsiyalash. Endi mana birinchi 3 oy stajyor bo'lgan bo'lsam, keyingi yili 3 oydan keyinoq meni MUMU degan tashkilotimiz bo'lgan, suv yer melioratsiya holatini yaxshilash atradi. Shunga rahbar qilib qo'ydilar. Bunda texnika 75 ta bo'lgan. Shuni men boshqarganman. 75 ta. Bu yerlar baland, past joylarida kartalashtirganman. O'zimni ko'p kartalashtirgan joylarim hozir o'zimga tushgan. Kichkina kartalarida katta kartalarga aylantirib ancha yil ishladim. Shunda ana shu 4 ko'chamiz bor. Shu yerda 50 gektar bog' qilish kerak deyishdi. Shu tekizladik, aylayam dumlar, kapalar shunaqa edi. Shuni nuyler bilan mevalarni ham chizib, ip tortib yurganimizda mana yaqinda o'tdilar. Rahmatlik Jo'rabekov kelib qoldilar. Ismoil Jo'rabekov keldilar. Shunda Sharaf Rashidov kelish vaqti edi. Kelib dalani o'rtasiga yurib borganlar. Kichkinagina odam ekan, tez yurar ekanlar. Endi biz unda yangi ishlay boshlaganmiz, kimligini bilmaymiz. Ana shular kelib so'rashib, menga ko'p savollarni berdi-da, buni ishga boshqa ishga ko'taringlar dedi. Deb ruschalab gapirdi o'sha Toshkentdan bir kelganlarga. Keyin bir haftadan keyin Sharaf Rashidov keldilar, 4-chi. Men o'shalar bilan ham so'rashganman. Studentlik davrimda Brejnev bilan so'rashganman. Moskvada. Biz student bo'lganmiz. Undan keyin mana men nimaga xursand bo'laman? Usmonxo'jayev dalamga kelib so'rashganlar. Yer tekizlayotganimda. Mana Jo'rabekov bilan, rahmatli Islomjon Karimov bilan, umuman rahbarlar bilan, mana Abdulla Oripov hozirgi bosh vazir bilan ko'p so'rashdik. Mana prezidentimiz Shavkat Miromonovich bilan bir joyda o'qiganmiz. Ham mana bunga ham mana prezident bo'lganlardan keyin ham so'rashlik bizga nasib etdi. Haligi sizga gapirgan gapimda Alloh nazar qilgan odamlar bilan ko'rishlik men o'ta shundan ham xursand bo'lib ketaman. Qaysinisi podsho bo'lsa, bo'lgan bo'lsa ko'rishdim men. Mana hozir 70 ga kirdim, 56-yilman. Lekin charchash nimaligini hozir ham bilmayman. Men nevaralarimni ko'rganda, yoshim eslaganda, qirib qopman u deyman. Men to'g'risini aytaveraman. Mana o'zingni ham yoshi o'tganda meni gapimni eslarsizlar. Meni yoshda maqsad ko'p. Mana bu dalani ishi, mehnatni o'zini ishqi bor ekan. Qandaydir tortib turadi. Mana meni ko'p joylarga taklif qilishadi, dam olishga. Shularga ham bora olmayman-da. Mana ish qolib ketadi-da. Siljib ketadi-da deb. Mana koronavirus bo'lib, shu bahonada mana shu meni maktabimni sport kompleksi siljib ketdi. Qurilishi. Endi har bir insonga vaqt o'lchovlik. Lekin men doim bolalarga, o'zimizlarga ham aytaman, bizni otamizni nasihatlari. Bolalarim yashagandan keyin albatta iz qolsin. Iz bo'lish kerak. İnsonga hech qachon pul yetmaydi bola. Lekin pulni to'plagan inson oxiri o'ziga o'sha pul dushman bo'ladi. Yo o'sha pulni nasib etmaydi ishga. Shuning uchun bolalarim qancha pul topsanglar ham shu xalqqa xizmat qiladigan qilaveringlar, qurilishmi, nima bo'lmasin, shu xalqqa naf tegsin bolalarim. Hammani ozgina pulga qorningni to'yadi. Hamma pulni yig'ib ketaversa, qaydan qishloqlar, shaharlar rivojlanadi? Meni otam juda shunaqalarni ko'p gapirardilar. Shunaqa derdilar.
Men bitta narsadan juda xursand bo'laman. Meni ota onam meni mehnatimni ko'rdilar. Qilgan ishlarim boshlanishini ko'rdilar. Mana shu shifoxonalarni qurganimni ham ko'rdilar. Shu faqat mana shu maktab bilan sport kompleksini ko'rmadilar. Endi men sizlarga bir kuldirib qo'yayin. Yerni olganmiz bir 500 gektar, endi texnikalarni olyapmiz. Aryon degan texnika yangi chiqqan payti. Shuni Toshkentdan olib keldik. Endi otamni uyiga to'xtadik, bitta duo qiling deb. Shunday otam chiqdilar-da. Qani men bir chiqaychi dedilar. Yurgizganda tushib olib, ey tavba, g'iq etmay yurar ekan, mashinadan ham zo'r ekan bu deb rosa duo qilib shunaqa xursand bo'lib ko'zlaridan o't chaqnaganlar. Yana bitta narsa, mana men har yili bahorda ish boshlanishi oldida butun hoji akalarni, opa-odalarni hammani chaqirib ehson qilaman. Bir 300 ta odam bo'ladi. Ana shu ehson qilishni otam vaqtida boshlaganmiz. Ana shu ehsonda kelib o'tirganlarda shunaqa xursand bo'lganlarini ko'rib men o'zim ruhlanardim. Chunki ota onani rozi qilganda, endi bilinib turibdi-da, biz qilgan ishlarimizda. Endi men o'zim billa ish olib bormayman, akam ham borlar, irrigatsiyani bitirgan, billa ish olib boramiz. Endi ota onamni armoni bor, armonimiz. Biz shu katta hajga jo'nataylik, u paytda juda qiyin edi deganimizda ko'nmadilar. Bolam akamga aytdilar, shu katta hajga sarflaydiganingni birortasiga ber dedi. Yashirin dedi. Endi men borganim bilan qanday men ayda yuray dedilar. Oxirida juda qarib qoldilar, 92 da o'tdilar. Lekin shunda men o'zim o'ylayman-da, majburlab olib borsak bo'lar ekan ota-onamiz. Ular juda anaqa cho'tga sar deydimi, shunaqa odam bo'lganlar. Bir so'z. Aytgan, degan bo'lganlar. Men turmushdan bizda sevgi bo'lmagan. Institutga jo'nashdan oldin aytganlar, onam orqali. Agar qizlaring ayda hunar qilsa, singillariga qiyin qilib qo'yadi deyishgan. Bormaydi keyin o'qishga, qolgani deganlar-da. Nechta qiz bo'lgan? 5 qiz, 3 o'g'il. Hammamiz institut bitirganmiz. Vrach, o'qituvchi, yana bittasi o'qituvchi, shunaqa, hammamiz shunaqa. 3-farzand. Men 3-chi. Opangiz, akangiz. Opam, akam borlar. Akam irrigatsiyani bitirganlar. Ular birinchi institutga kira olmasdan yuridikaga borganlar. Keyin armiyaga ketib, ilgari SR paytda kelganda yana irrigatsiyaga Nolovoydan o'qib kirganlar. Mendan 2 yil keyin bitirganlar. Ular qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashni bitirganlar. Mendan 2 yil keyin. Endi meni ota-onam ishchi bo'lganim bilan hammamizni o'qishimizni xohlardilar. Biz 3 ta student o'qiganmiz. Toshkentda. Juda ota-onam qiynalganlar. Keyin akam kelib qolganlar. Akam Toshkentda bilsanglar O'rda degan anhor bo'yida nima bor? Oshxona. Ko'p nima ilgari nima derdik? Choyxona. Choyxona. Endi sizlarga aytaveraman, ana shu yerda qorovul bo'lib ishladilar studentligida. Kechqurun boradilar. Shunaqa uni egasi aqlli, farosatli odam ekanda. Biz kechqurungi ovqat ham ekonom bo'lsin deb, endi qolgan ovqatlardan ham beradi-yu, lekin bizni borganimizni bilib qolib, alohida ovqat tashab ketardilar. O'sha boshlig'i siningga berdi. Endi uydan pul olmaydigan bo'ldik. O'zlaringiz ta'min. Ana shu, akam oylik oladilar, ovqat ham ekonom, hatto ba'zi paytda nonushtaliklarni ham o'sha odam hech esimdan ketmaydi, o'tib ketdilar ular. Keyin ham qatnashdik. 5 yil ashayda qorovulchilik qildilar. Bizni ana shu Erkinboy boqdi.
akamiz Erkinboy aka endi o'sha nimani Kafeniga. kafeni boshliq. Meni nimam akam Ravshanbek. Bizni o'sha qiynalmay chunki mendan keyingi medinstitutda o'qishga kirdi. Singlingiz. Mana hozir o'sha shifoxonani boshqaryapti u. Keyin yana bitta narsani bizni bitta ovamiz bor. Otamni akasini o'g'li Abdurahmon Nazarov degan ana shu universitetda o'qiganlar. Erki Vohidov bilan birga Laziz Qayum hammasi bilan birga o'qiganlar. Bizni o'qishga olib borishga shular sababchi bo'lgan. Men ilgarigi vaqtda shunaqa ham haligi bir-biriga mehrlik bo'lganini hozir endi bilyapmiz-da. Shu Erkin Vohidovnikiga ham har shanba boramiz. Voy, puling bormi deb jo'natadilar. Bo'lmasa beraman deb. Yengamiz bo'lsa ishoning, varina bormi? Nima bo'lmasin setkaga sabiradilar. Talaba, student, talaba. Uni qarang, biz shunaqa sodda bo'lgan ekanmiz, kamiga hali kelin qilib olgan surxondaryolik qizni ham yetilib olaman deb. Endi tushunyapman. Keyin Rahmatullo aka degan bor, o'sha Erkin Vohidov singlisiga uylangan Malik opaga ularnikiga ham boramiz. Mana yaqinda o'g'illar Izzatullarni ko'rib keldik. Ular ham shunaqa edi. Rahmatullo aka. Endi bizga kelishgan Erkin Vohidov ham hammalari kelib turishgan. Endi yana bitta narsani o'ylang. Inson qanday bo'lishidan qat'iy nazar, qo'lidan kelganicha yaxshilik qilib borish kerak ekan. Men buni ota-onamdan o'rgandim. Biz shu Kapalada yashaganimizda shu yerda Erkin Vohidov rahmatlik, Rahmatullo aka, Laziz Qayumov, meni ovam velosipedda shu Norin rayonida o'zi Norinliymiz biz. Ana shu joydan velosipedda kelishar ekan. Onam rahmatlik sabzini to'g'rab quritib, guruch shunaqalarni tayyorlab studentlarga berar ekan. O'sha paytda tovar ekan. Ya'ni go'sht quritib. Oftobda. Qoqi, shularga. Erkin aka haligacha gapirdilar-da shuni borganimizda. Mana studentlar changda yotib uxlaydi, o'sha uyda. Uxlagandan keyin ertalab turishimizga deb xotiniga aytar ekanda, Erkin aka. O'shandan o'rgandim. Qarang, tuklilarigacha, naskilarigacha, shimlarigacha yuvib, dazmol yo'q-a? Shimni ko'rpachaning tagiga qo'yib, dazmollaganday qilib ertaman kiygizib jo'natar ekan. Shunaqa bo'lganlar meni onam. Endi ota onani aytganini qilgan kam bo'lmasak. Birinchi, ikkinchi, uchinchi davram o'ziga yarasha ekan. Har bir narsada o'sha davrda ham, ikkinchi, uchinchi davrda ham harakatni, mehnatni to'xtatmasa bo'laveradi. Lekin hozirgi uchinchi vaqt butunlay boshqa ekan. Chunki birinchi davrda mana shu hozirgi meni qilgan ishlarimni u ertak deb o'ylanardi, qilib bo'lmaydi deb. Lekin mana biz qildik. Sababi nima? Davlatda bu sabab nimaga? Bizni tadbirkorlarga yo'llarni keng ochishdi. Mana biz nima talab qilsak, albatta ta'zim bilan yordam berishadi. Mana shu maktabni qurdim, mana больницani qurdik. Ko'p narsalarni shu qilganimizda mana chorva, borva hammadan ishoning. Biror marta men o'zim yugurib harakat qilganim yo'q. Hammasi kelib, arxitektura ham, kadastri ham, o'sha viloyat hokim o'rinbosari bor, hamma kelib qarashdi. Bitib ketdi. Bu ilgari bilasiz, mana kolxoz raisi mana yerda o'tirsa, yo direktor o'tirsa, hech kim o'tolmas edi. To'g'rimi? Hozir kichik fehil rahbarlarimiz kamtarin. Nechta ishchingiz bor? Shu 1115 ta. Endi mana bitta narsa, men 26 gektar joydan boshlaganman-da. Faoliyatdan 90. Fermer bo'lgansiz. 90 xo'jayin bo'lganlar. Fermer. 99-yildan menga o'tkazdirdilar ular. Shu bo'yi endi menda kelyapti. Birinchi shuni boshlaganimizdan keyin uka
chorvani boshladik. Xo'jayinim zootexnik Samarqand instituti bitirganlar. Shu 50 ta mol oldin o'zimizni kuchimiz bilan qildik, keyin chet eldan mol olib keldik, chorvani qildik. Undan keyin intensivroq qildik. Hali bir moda bo'ldi-ku, Polshadan olib kelganmiz nimani, ha. Birinchi o'shanda men boshlab joyda hech kim qimmat ekan ko'chatdi deb unamagan Bahodirov viloyati hokimi o'sha berganlar 10 gektarga intensivroq qildik. Keyin yerimiz 500 gektar bo'lganda yana biz sabzavot ham ekaylik endi dedim. Bo'pti deb yana 13 gektar sabzavot qilib berishdi. Keyin teplitsa qildik. Mana edi 44 sotikka teplitsa qildim. Keyin asalari qildik. Keyin yangi texnikalar kelganda bilasiz haligi nimadagi Toshkentda nima edi? Expo markaz. Shuni yangi ochganda borganimizda yana 6 ta Belarus shartnoma qilib oldim. Keyin non sexini oldim. Keyin non sexi ochdik. Non sexi ochdik. Endi begam kimdir qurish kerak deb-ka, faqat pulni mo'ljallayvermaslik kerak, o'zi kelaveradi, barakali bo'ladi qayta. Keyin non sexini qildik. Chorva ham, bu ham hammasi rivojlanib ketdi. Keyin ana shu stadionni qildim. Futbol o'ynaydigan. Bir kun daladan kelsam, chollar o'tirgan ekan. Juda meni chollar yaxshi ko'radi. Ichidagi sirlarni aytishadi hammasi. Gulxumor qizim dedi, seni qo'lingdan keladi dedi. Shu yerga stadion qurib ber dedi. Bolalarimiz, nevalarimiz kechasi yo'qolib qolyapti, uzoqlarga borib dedi. Bo'pti dedim, darrov hokim rahmali Bahramjonni hokim chaqirsam, joyda o'lchadi. Ertasi kundan yana o'sha stadionni qurdik. Undan keyin yana больницani boshladik. O'yladim-da, bitta shifoxona qurash qishloqqa uzoq borgani. Dedimda yana shifoxonani qurdik. Qishloqdami shifoxona? Ha, ashada. Hamma narsa qishloqda. Qishloqqa qurdik. Yana qishloqqa qurgandan keyin yana qarasam, aptekaga uzoq bo'lib qolyapti odamlarga. Yana chiqaverishga yana apteka qurdim, yoniga magazini bilan. Keyin uni qurib bo'lgandan keyin yana bir ikkita ayollar bizga ham ish qilib bering deb qolishdi. Sizlarni qarab turinglar deb yana chevarxona ochib berdim. Ikkita sesiyotda binosi bor edi, sotib qo'yilgan ekan. 1 milliardga shas sotib oldim-da, yana 300 millionga mashinka dazmollari, katta dazmol. Qirqadiganlari bor. Haqiqiy zavodskiy hammasi. Qimmatga olib keldik Toshkentdan. Uni qilib berdim. Undan keyin maktab bilan sport kompleksini boshladim. Maktab 400 o'rinlik. Sport kompleksi 5-etap. Mana Shohrullo zaministr keldilar, sportda va boshliqlari. Opa dedi, yo'q, O'zbekistonda bunaqa dedi. Musobaqa o'tadigan qilsiz hammasini dedi. Bu oddiy maktab emas-ku. Xalqaro maktab. Filippindan o'qituvchi keldi. Institutlardan o'qituvchilar, aspiranturani men rektorlar bilan gaplashdim-da. 4-sinfda mana ingliz tilidan qotib qoladi til. Ingliz tilini o'rgatadi dedim. Bahorda kelib o'sha aspiranturasini, dissertatsiyasinimi, shularni har biridan so'raysizlar 20 ta bo'lsa. Shuni bilsa inekin yo'qlaydi dedim. Bo'lmasa yo'qlamaydi. Hozir ikkitasi kelgan. Bittasi rus tili, bittasi ingliz tili. Endi nima maqsad? Maqsadim hozirgi bilasizmi? Yoshlar bizni davrimizga qaraganda kuchli. Shunaqa men fikr yuritamanki, mana dalalarga chiqazmay qo'ydik-a bolalarni. Bolalarni bo'sh qo'ymaslik kerak. To'g'ri, dam olishga ham, o'ynash boshqasiga ham vaqt ajratish kerak. Lekin ko'proq telefonga kirgizmasdan, yotqizmasdan birorta narsa bilan shug'ullanish kerak. Mana hozir maktabga kirib ko'rasizlar. Mana o'qiganimizga 3 oy bo'ldi. Umniy bir gaplashib ko'ringlar, inglizcha, rus tilini. Aydan-baydan kelgan bolalar, shu qishloqni bolalari hammasi. Meni maqsadim ingliz tili, rus tili o'rganadi. 6-sinfdan maqsadim, ana siz doktor bo'lasiz, o'sha liniyada o'qitadi.
tanlab olinadi. Mana bular bunaqa u yo'lga. Bittasi o'qituvchi. Ana shu fandan o'tadi, lekin paylislarni olib beramiz, sertifikat ham olib beramiz. Bularni imtihonsiz institutga kiradigan qilmoqchiman maqsadim. Tayyor. Chunki agar bular kirsa, bu bolalar uchun rag'batlantirish bo'ladi. Hali qolgan bolalar ham bor, sertifikat aylis olish uchun harakat qiladimi? Bu maqsad bo'lishi kerak-da har bir narsada. Meni bitta maqsadim mana shu maktabdan chempionlar chiqsin, olimlar chiqsin, buyuk insonlar chiqsin degan maqsadda qilyapman. Buni bitta o'qitish emas, bu madaniyat, etika hammani o'rgatyapmiz. Bu ota-onalar yig'ilishga kelishdi-da, umuman uyda yurish turishi ham o'zgardi bolamni deyapti. Hammasi hayron qolyapti. Hatto ovqatlanishgacha o'rgatamiz. Qanday kiyinish, qanday yurish o'sha kichkinaligidan. Havas qilasiz hozir bolalarimiz. Endi oshxonani. Bolani farzandni qonni och bo'lsa kirmaydi qulog'iga. Bilasizmi? Shuning uchun ertalab kelganda 5 kun juma kungacha o'qish bo'ladi. 10da sutli ovqat beramiz. O'sha 5 kunda bitta sutli ovqat qaytarilmaydi. Yo'q, shirin guruch, kasha, haligi vermishel, ashunaqani qilib o'zim qilib berganman. Endi albatta birinchi, ikkinchi bo'ladi. Albatta suyuq, quyuq. Mana shuncha stakanda qatiq. O'sha stakanga yuyilgan. Qatiqni uni ichadimi soat 4da. Soat 4da yo keks, yo sosiskali bo'lichka. Bilinchik. Hammasini tuzib chiqazganmiz, o'shandan berib jo'natiladi. Lekin 5 kunda bitta ovqat qaytariladi. Sutdan beramiz. Sut hamma yo'q o'zimizda uka. Mana hamma narsa o'zimizdan chiqadi. Go'sht ham chiqadi, sabzavotlar chiqadi. Mana shu maktabni qurdik uka, menga bir so'm yo'q. Chevarxonadan ham yo'q. Menga kerak emas. Menga mana shu yerdan topayotganim yetadi. Nima qilaman? Mana hozir 1-sinfdan 4-sinfgacha oldik. Endi menga natija kerak. Uni pul emas, natijasi kerak menga. Mana bu yildan keyin u 5 bo'ladimi, keyin 6 biz birdan boshlab. Chunki o'zim o'shani yetkazib chiqaray deyapman. Mana 5-chi, 6-chi, 10-sinfda olsangiz til qotib qoladi. Jon deb olsam ham bo'laveradi, mendan natija chiqmay qoladi. Rosa o'yladim-da. Nimalar aytdi? Maktab direktorini Toshkentdan olib keldim aka. Ayda ham o'quv markazi ochgan. Ingliz tilini qotirib qo'yadi. Yosh yigit. Ochilish marosimida so'zga chiqdi, viloyat hokimlari kelgan kuni. Umli bola. Uni ham istab olib keldim. Charchamayman deyapsiz-ku. Qancha dam olasizman bir kunda? Bir kunda kechqurun. Kechqurun, kuni bo'yi ishlaysiz. Ertalab namozdan keyin albatta dalaga boraman. Qandaydir dala tortib turadi. Keyin ayerdan kelgandan keyin yana bedagi rahbarlarimiz hammasiga ko'rgan narsalarimni tayinlab, ularni ishga jo'nataman. Doim shu ishchilarda orasi bo'lib yurasiz-da? Albatta. Keyin undan keyin yana mana chorvaga kiraman, больницаga kiraman. Ashida ozgina bo'lsa ham men ko'proq baliqni tomosha qilishni yaxshi ko'raman. Ayniqsa yem tashlaganingizda hammasi irg'ib o'ynaydi. Unga ham o'taman. Hamma narsaga qiziqaman-da. Aylanib, bilasizmi, hali bo'layotgan ishlarni ko'rib charchamaysiz. Mana shunaqa ishlar bo'lyapti deb. Endi u ham qiziqishga bog'liq. Mana bu, mana maktab. Kiraver. Mana yerdagi qorovulxona, mana stayanka. Mana shu joyga bolalarni o'ynaydigan joyni endi qilamiz deb o'tiribmiz. Musobaqa o'sha katta tennis qildik. Endi relsini endi yotqizamiz. Mana bu maktab 400 o'rinli. Bolalar hozir ketishyaptimi yo keyingi darsga kiradimi? Yo'q, hozir mana avtobus mana kelyapti, Damas. Hammasini uyiga tashlaydi. Siz tanishar ekan-a? Albatta-da.
Viloyat hokimi kuldirdi. O'qing. Hamma partalarga yozilgan. Turkiyaniki. Nega yozdirgizdim. Partalarga. Nima deb yozilgan? Ko'ring. Gulxumor International School. Bilasizmi? Mana shunaqa joyda bunday aylanganda ruhlanaman. Ali qurgan narsa to'g'risini men aytaveraman-da. Voy, mana shuncha bolani o'qityapmiz deb. Shunaqa biz hozir kasalxonaga ketyapmiz, a? Ha, shifoxonaga. Bu shifoxona qanaqa? Sanatoriyadagi bilan shifoxona bitta qilganmiz. Butun fizioterapiya-yu, hali bochka-yu, kedir, hamma şeydan davolanib chiqib ketadi. Analizlari ham olinadi. Bega kelgan odam boshqa yoqqa bormaydi. Laboratoriyamiz ham avtomat. Dentagacha aniqlaydi. Eng oxirgi. 2 soatda chiqazib beradi. Men ko'p narsani hayron qolaman-da. Men biror narsa masalada yecholmay qiynalib qolsam, prezident farmon chiqarib. Men rosa qiynalib turdim o'sha paytda. Qarangki, bu qachon bo'ladi? Buni o'zlari ham shu yonidagi atrofdagi ishlayotgan mana sizlar ham, shularning odamsizlar. İchiga kirib o'rganib, shuni yetkazadi, ular farmon chiqaradi. Nimaki ishim bitmay turgan bo'lsa, farmon chiqaradi. Mana maktab bitirdim, endi nimaga yo'q pul. Men bitgan. Qaror chiqardilarmi? Xususiy qurgan maktablarga mevani olib berdi. Qarang, yechildi. O'tgan yili hali subsidiyani berishda paxtadan xafa bo'ldim. 1000 so'm kam berdi ustiga. Mana bitta narsani, birjani narxini butun jahonda hech kim o'zgartira olmaydi. Kimki birjani narxini o'zgartirsa jarima to'laydi. Shuni aytib o'tdim. Mana prezident ichkariga kirdi shekilli. Hozirga 7835 so'mdan shartnoma qilganmiz. Uni ham to'laysan, ustiga 1000 so'mdan berasan dedilar subsidiya. Ko'rdingizmi? Bizning masalamiz yechildi. Mana misol uchun do'stlik ordenini berganlarida men bexabar qolganman. Bilmaganman. Birdaniga Xayrullo Hayitbayevich viloyat hokimi edi, chaqirdilar. Opa dedi, endi biz qishloqda yurganmiz, ular yangi bo'lgan. Kostyumga bormi dedi. Men pul beray dedilar. Yana men kulishni voy, bozordagi kostyumga uka men bez razmerman, to'g'ri kelmaydi. Bor. Ashuna qilib, mana shu kostyumkani o'zi bor edi, tiktirilgan edi. Chevarda. Yana o'shani kiyib bordim. Bilasizmi? Buni siz nimaki bo'lsa ash bo'lsin deb biror narsani kutsangiz o'sha bo'lmaydi. Siz kutmang, mehnat qilavering. Mana bersa xursand bo'ling. Mana men bir yilda 6 milliard yo 8 milliard foyda ko'rsam, 10% ketish kerak, majbur. Otam vasiyat qilgan. Shuning uchun endi Rasuljon biladi, bu yerda rayondagilar biladi, endi sizlarga aytyapman. 13 ta katta olganman. Ishchilarimga berganman. Hammasini hozirgacha birinchi to'lovi-yu, oyma-oyga o'zim to'lab boraman. Undan tashqari mana haligi 10 ming qilib qo'ydilar-ku paxtani bir. Shunda ancha daromad qildik. Shunda bitta bola shu больницani qurganda kelib qoldi, 3 yil. Uy joy yo'q ekan. Birinchi Teplisdagi uyimni so'radi. Bir dalas oshxonalari bilan bor. Ashida o'tirib turdi. Undan keyin meni bittasi uchastkamni sotaman deb qoldi. Ancha yilib qoldi. Endi 45 millionga uy joyim bilan men uchastkani olib berdim. O'ziga notariusga borib o'tkazdirib. Keyin bu eski savxoz davrida qurilgan eski uy dedimda, bir kuni xotini o'g'il tug'di. Manti qilib berdi, kelin yo'qlab qo'yay deb borsam, mehmonxonasiga endi kir desak, kirmasangiz xafa bo'lishadi. Ular biz tengsaman deb kirsam, o'tirsam, mehmonxonaning devori sho'rlashib ketganda. Qaytadan suvabda bari sho'rlashib turibdi. Keyin o'g'limga aytdim, bahorda eslatgin dedim. Shuni uyini tekizlab, ko'chirib tashlab boshqa qilib beramiz dedim. Ashega 670 million pul ketdi. Mening uyim qanday bo'lsa shunday. Parovoy. O'sha haligi dollardan baryer. Rasuldan ko'rgansizlar.
kuhinni. Nima ish qilasizda bu? Oddiy rабочий. Oddiy ishchi. ishchi. Unda nima hisob kitobingiz Yo'q. bo'lmagan oddiy ishchi. Ishchi. Oyligini Endi buni aytmasdim. Endi mana bu sizlarga nasihat chiqaringlar. 70 so'm oylik olsang ham 10% chiqarish kerak. Keyin ko'payadi deb aytmoqchiman. Mana shuni parovoy hamma yog'ini qilib berdim. Hozir uy bog'chasi qilib ochishdi uni endi chiroyliligi uchun. Kufinniy garnito'r, sarkar mebel. Mana shu yerda sarkar mebel qilgan. Maktabni ham, uni ham men sarkar mebelni chaqirib spanni hamma yog'ini qildirib berdim. Bolalar xonasi ikkita ayollarga, erkaklarga mehmonxona отдельный, tagi podval. Banka qo'ysan deb. Podval qilib, qonuniy qilib berdim. Mana meni ishchilarimni, bolalarimni o'qit deb so'kaman. O'zim kontraktini to'lab beraman, hammasinikini. Mana shu yerda yuribdi Mahamajon degan. Institutga majburlab o'qitdik. Namanganda pedinstitutda o'qiyapti o'qituvchilikda. Haftasiga 400 mingni o'zim beraman. Talabaga. 400 ming har hafta berib yuboraman. Kontraktini to'lab beraman. Nima uchun? Shu o'qisin. O'qiganda yaxshi ko'raman. U bir. Prezidentimiz so'zlarda aytgani, suvchiga o'qigani bo'lsa, yaxshi qo'yadi suvni. Deganlar-ku. Shuning uchun ina o'qigan boshqachada, mana hayotda ham, boshqada ham shuning uchun o'qiganda yaxshi ko'raman. Armonim kulasida. Ayting. Voy. Ertaroq tug'ilib qolganimda. Ba'zilar aytadi, nimaga siz 70 ga kirganga o'xshamaysiz deydi. O'xshamaysiz. Inson bitta narsani bilinglar, men otam rahmat aytgan. Ertaman ham turganda maqsaddan qo'ymasin bolam. Ertaman ham turib ketayotganda sen kimgadir kerak bo'lgin, kerakmasligidan Xudo asrasin dedi. Bitta narsa. Siz uy bekasi bo'lasizmi? Suvchimi? Hokimmi? Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar to'rtta narsa kerak. Biz otamiz aytganlar. Birinchi sabr. Ikkinchisi ana shunga vaqt kerak degan. Uchinchisi hushyorlik kerak. To'rtinchisi mehr kerak. Mana shu to'rtalasi bo'lsa bo'lam, ishxonang ham tinch bo'ladi. Oilang ham tinch bo'ladi, hammang eshitib qo'y dedilar.